Assalomu alaykum hammaga, kanalga xush kelibsiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Bu kanal rivoji uchun katta yordam beradi. Navbatdagi masalamiz daily temperatures deb nomlanadi. Masalaning sharti nimadan iborat? Bizga integer sonlar bilan to'ldirilgan temperaturalar, ya'ni haroratlar berilgan. Bu qanaqa haroratlar? Bizda o'sha bir necha kun bor, misol uchun 8 kun bo'ladigan bo'lsa, 8 kun uchun har xil harorat berilgan. Biridan kichik yoki katta yoki bir xil bo'lishi mumkin. Har xil holatda o'sha berilgan. Bizning vazifamiz bir kunga murojaat qilib turib, undan keyingi isiydigan kunni o'sha eng birinchisini topishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun birinchi kunda 73 harorat bo'layotgan bo'lsa, undan keyingi issiq kun 74. Ya'ni shu undan keyingi bitta keyingi kunda bo'lyapti. Shuning uchun biz 73 haroratli birinchi kundan keyin yana ham issiqroq bo'ladigan kunni kutishimizga bir kun vaqt ketadigan bo'ldi. Shuning uchun javob tariqasida mana bu yerga 1 ni oldik. Endi 74 ni tekshiramiz. Ya'ni ikkinchi kundan keyingi isiydigan kun 3-kun hisoblanyapti. Ya'ni undan keyingi bir kun, shuning hisobiga biz bu yerga 1 ni yozdik. Ya'ni bir kun kutsak, keyingi javobimiz 75. Ya'ni 3-kundagi harorat 75 ga to'g'ri keldi. Undan keyingi isiydigan kun bitta keyingi kunni tekshiramiz. Ya'ni isimas ekan. 5-kun ham 69-75 dan kichik, 72 ham kichik va eng oxirida 7-kunga kelganda havo 76 gradusga chiqyapti va biz 3-kunda turgan edik. 7-kundan, demak 3-kunni ayiradigan bo'lsak, bizga to'g'ri javob keladi va mana shu to'g'rini o'zimizga javob tariqasida olamiz. Demak, natija to'g'ri bo'ldi. Endi keyingi kunni tekshiramiz. 4-kunda 71 bo'ldi harorat. Undan keyingi eng isiydigan kun 6-kunga to'g'ri kelyapti. Ya'ni 6-kundan 4-kunni ayirganimizda 2 kun orada farq bor. Shuning uchun 2 ni mana bu yerga yozib qo'yamiz. Ya'ni 2 kun kutishga to'g'ri keldi. Endi bo'lsa 5-kunni tekshiramiz. 5-kundan keyinroq, ya'ni 6-kunning o'zida havo isiydigan bo'ldi va bunga 1 yozib qo'ysak kifoya. 6-kundan keyin ham, ya'ni 7-kunning o'zidayoq havo isib ketdi. Shuning uchun 1 yozib qo'ydik. Endi e'tibor beramiz. Agarda mana shu kunlardan, ya'ni bizning navbatdagi kunimizdagi haroratdan keyingi kunlardagi harorat issiqroq bo'lmaydigan bo'lsa, biz javob sifatida 0 ni yozib qo'yamiz. Ya'ni hech qaysi kunda harorat ismaydi undan keyin. Bu eng issiq kunlar qatoriga kirishi mumkin. Uning hisobiga 7-kunga ham 0 ni yozdik va eng oxirgi 8-kundan keyingi issiq keladigan kun yo'q. Umuman olganda umuman kun qolmadi. Shuning hisobiga biz 0 ni javob sifatida o'zimizga olamiz. Do'stlar, agarda intervyular uchun algoritmlarni, ya'ni masalalarni ishlayotgan bo'lsangiz, bir narsani hisobga olib ketishingiz kerak. Agarda intervyuchi sizdan mana shu masalaning yechimini so'raydigan bo'lsa, siz birinchi oddiy yechim bilan javob berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni optimal bo'lmagan variantda birinchi masalani ishlab berasiz. Keyin intervyu oluvchi sizdan mana shuni optimizatsiya qilish mumkinmi deb so'raydi. Shunda keyin sizning o'sha eng yaxshi yechimingizni berishingiz mumkin. Biz ham xuddi shu metoddan foydalanamiz. Ya'ni birinchi brute force algoritmidan, ya'ni ich for loopdan foydalangan holatda masalani ishlaymiz. E'tibor berishimiz kerak. Deyarli barcha masalalar brute force algoritmi orqali ishlaydi. Chunki biz har bir holatni birma-bir ich for loop orqali ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatda, ya'ni hozirgi masalamizda qanday bo'ladi? Mana ko'rishingiz mumkin. Hozirgi berilgan misolda, ya'ni masalamizdagi misolda haroratlar berilgan. O'sha tepada kunlarni yozib qo'ydim. O'sha indeks misolda 1, 2, 3 qilib yozib qo'ydim. Bu indeks sifatida olishimiz mumkin. 0 dan boshlashimiz shart emas. O'sha ayrilganda o'zi kun kelib chiqadi. Birinchi kunimiz inch pointer,
ya'ni mana bu yerga qo'yib oldim. Ikkinchisi change pointer. Bu qolgan barcha kunlarni tekshirishimiz uchun yordam beradi. Biz birinchi bitta yangi array ochib olamiz, uning ichini 0 ga to'ldirib chiqamiz. Agarda tekshirishimiz davomida qaysidir kunga mos keladigan, ya'ni qaysidir kundan issiqroq kun yaqin orada mavjud bo'ladigan bo'lsa, 0 ni o'rniga o'sha 1 ni yozib qo'yishimiz yoki o'sha necha kundan keyin isishini yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Birma-bir misol orqali ko'rib chiqamiz har bitta holat uchun. Demak, inchi pointerimiz birinchisida turibdi, ya'ni birinchi kunda va undan keyingi barcha kunlar uchun J orqali tekshirishni boshlaymiz. Issiqmi deb so'raymiz, keyingisini ham so'raymiz. Agarda issiq bo'lmasa yana keyingisiga o'tamiz. Bu birinchi holatimizda, ya'ni birinchi kunda harorat 73, undan keyingi, ya'ni bir kundan keyinda 74 haroratli kun bor. Shuning uchun birni yozib qo'ydik 0 ni o'rniga. Keyingisiga o'tishimiz mumkin endi. Bu yerda inch pointerimiz ikkinchi kunga o'tdi va undan yana bir kun keyinoq, ya'ni change pointerimizni bu yerga qo'yganimizda yana bir kun keyinda ham issiq kun mavjud ekan. Shuning uchun 0 ni o'chirib turib 1 ni yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi elementga o'tamiz, ya'ni 75 dan keyingi barcha sonlarni ko'rib chiqamiz. Keyingi sonlarga, ya'ni keyingi kunlarga o'tishimiz yo'q, uchramadi va keyingi kunga o'tamiz. Ya'ni 5-kunda havo 75 dan issiq emas, 6-kunda ham issiq emas va nihoyat 76 gradusli kun uchradi. Bu 7-kunga to'g'ri keladi. Ya'ni 7-kundan biz mana bu yerda turganni 3-kunni ayirib olamiz. Bu o'sha oradagi farqni aniqlashimiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni javob 4 ga to'g'ri keladi. 3-kundan keyingi isiydigan kun, demak 4 kun vaqt olar ekan. Shuning hisobiga biz 4 ni yozib qo'ydik. Endi keyingi kunga o'tsak bo'ladi. Keyingi kun uchun ham barcha kunlarni tekshirib chiqamiz. 71 gradusdan issiqroq kun qachon kelar ekan? Demak, 5-kunda issiq emas. Undan keyingi kunda 6-kunda issiq bo'layapti. Shuning uchun biz 6-kundan 4-kundan ayirib yuboramiz. Javob 2 ga teng bo'ladi. 0 ni o'rniga 2 ni yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Yana keyingi elementga o'tamiz. Keyingi elementga o'tganimizda ham 5-kundan keyinoq 6-kunda issiq bo'layapti. Shuning uchun 1 ni yozib qo'yishimiz mumkin. 6-kundan keyinoq 7-kunda ham shu zahoti sir ekan. Shuning hisobiga 1 ni yozib qo'yamiz. Endi oxirgi holat uchun, ya'ni oxirgidan bitta oldingi kunda tekshirganimizda undan keyingi kun issiq emas. Shuning hisobiga hech qaysi kun undan keyin isimas ekan, 0 qolishligi mumkin va eng oxirgi holatda biz oxirgi kunni ham tekshirganimizda undan keyingi kun yo'qligini hisobiga 0 ligicha qolishi mumkin. Kod formati juda ham oddiy. Bizga o'sha bitta yangi o'zgaruvchi array ochib olib turib, uni ichini 0 larga to'ldirib yuboramiz. Haligi holatda ko'rganimizdek, bu o'sha temperaturaning uzunligi bilan teng bo'ladi va for loop orqali tempni har bir elementini, har bir kundagi haroratni murojaat qilib, undan keyingi barcha kunlar bilan solishtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun for loopdan foydalanamiz va uzunligi bo'ylab yurishni boshlaymiz. Ichma-ich for loopimizga esa haligi j pointerimizni berib yuborishimiz mumkin. Bunda i+1 dan boshlanadi, ya'ni hozirgi turgan kundan keyingi barcha kunlarni tekshirishimiz kerak bo'ladi. O'sha temperaturani uzunligi bo'ylab yurishi kerak bo'ladi. Tekshiramiz. Agarda tempni j-si, ya'ni o'sha i dan keyingi barcha kunlarni tekshirganimizda, o'sha ketma-ket kelgan kunlarning qaysi birida i-dan issiqroq kun uchraydigan bo'lsa, ya'ni agar tempni j-si tempni i-sidan kattaroq bo'lsa, misol uchun 4-kun birinchi kunda issiqroq bo'ladigan bo'lsa, biz ansni i-siga qilib olamiz. Ya'ni o'sha orasidagi kunni necha kunligini chiqarib olishimiz uchun ayirib boramiz. Misol 4-kunda havo isidi va hozirgi kunimiz 1-kun turibdi. 4dan 3 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, bu 1 ga to'g'ri keladi va aylanishni to'xtatishimiz mumkin. Break orqali to'xtaymiz. Ichma-ich loopdan chiqib ketadi. So'ngida biz return qilib ansni javob tariqasida qaytarib yuborishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin do'stlar, 3 ta holat uchun ishladi. Endi barcha holatlar uchun tekshirib ko'ramiz.
Endi barcha holatlar uchun tekshirganimizda bu masalamiz pand beradi. 36-test case'ga kelganda u ishlamay qoladi, chunki mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, juda ham katta o'lchamdagi array berilgan. Buni tekshirib chiqish uchun birinchi element tekshirishimiz uchun qolganlar barchasiga eng yomon holatda murojaat qilishimiz kerak. Bu juda ham yomon bizga vaqt beradi. Shuning uchun biz bu masalani optimizatsiya qilishimiz kerak. Demak, bu holatda ishlagan taqdirda ham bu yechim unchalik yaxshi emas. Demak, bu yechimimizning tezligi big O ni ichida n square ga to'g'ri keladi, chunki biz ichma-ich loopdan foydalandik. Space esa big O ni ichida faqatgina n ga to'g'ri keladi, chunki biz faqatgina as nomli yangi bitta array ochib oldik va uning ichini nollar bilan to'ldirib chiqdik. Tempimizni uzunligi n ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz yana bitta as nomli array ochganimizda uning uzunligi ham n ga teng bo'ladi. Shu integerlar ichida n o'lchamli bo'lgani uchun space ham n ga to'g'ri keldi. Do'stlar, biz birinchi uslubimizda masalamizning tezligi n square da ishladik. Space ham n ga to'g'ri keldi. Endi bo'lsa time ni n square dan n ni o'ziga tushiramiz. Buning uchun bizga stack data strukturasi kerak bo'ladi. Bu data strukturadan foydalanishimiz uchun biz enumerate degan bitta kalit so'zdan foydalanamiz. Bu bizdagi o'sha array ga index va value bo'yicha kirishimizga yordam beradi. Oddiy holatda qanday bo'lardi? Misol uchun bizda d nomli array bor va uning ichida bir qancha elementlar bor. U elementlarni biz indeksi bo'yicha murojaat qilganimizda o'sha id for loop ga berib yuboramiz. Bu indeksni ifodalaydi. U hamisha 0 dan boshlanadi va bitta aylanganda o'sha bir marta loopni ichiga kirib chiqqanda uning nimasi qiymati 1 ga oshadi va 1 ga aylanadi, keyin 2 ga, shunday qilib 3 ga aylanadi. Eng oxiri o'sha d ni uzunligi bo'ylab aylanib chiqishi mumkin. Print qilganimizda o'sha mana shu ko'rinishda bizga print qilib beradi. Ya'ni bu yerda birinchi qator indekslarni print qilyapti, keyingisi esa value'larni print qilyapti. Ya'ni birinchi value 10 ga teng va uning indeksi 0 ga teng va value sifatida 10, uning indeksi 0 ga to'g'ri keldi. Keyingisi ya'ni buni print qilgandan keyin bitta aylanganda keyingisi ya'ni indeks 1 ga to'g'ri keladi, value esa 11 ga va shunday qilib indeks 2 12 bo'ladi, value oxirigacha shunday tarzda ketishi mumkin. Endi xuddi shu uslubni biz enumerate, endi xuddi shu uslubni qulayrog'i d ni insi deb o'tirmaymizda, biz i bilan value ni alohida element sifatida olamiz va enumerate degan kalit so'zdan foydalanib turib d ni aylanib chiqishimiz mumkin. Bunda o'sha i indeksga to'g'ri keladi, ya'ni birinchi print qilganda 10 indeksini print qiladi va 10 ni o'zi value ga to'g'ri keladi. Bu yerda mana value ni print qilyapti, bu 10 ga to'g'ri keladi va print qilib bo'lgandan keyin mana bu 1 ga aylanadi, ya'ni i 1 ga aylanyapti va 11 ni print qiladi value sifatida. Shu tarzda eng oxiriga qarab yuradi. Bu enumerate anchagina oddiygina range dan ko'ra qulayroq. Shuning uchun biz stackni ishlatayotganimizda undan foydalanamiz. Endi birozgina stack data strukturasi haqida gaplashamiz. Stack data strukturasi first in last out degan qoida bo'yicha ishladi, ya'ni birinchi kirgan eng oxirida chiqadi degan ma'noda. Buni oddiygina bir quti misolida tushunishimiz mumkin. Tasavvur qiling, bizda bitta kitoblar uchun quti bor. B, S, A degan kitoblarimiz ham bor. Biz bu kitoblarimizni qutiga birma-bir solib chiqamiz. Birinchi B ni solamiz, keyin S ni solamiz va oxirgi bo'lib A ni solishimiz. Va misol uchun biz B ga murojaat qilmoqchi bo'lsak yoki S ga murojaat qilmoqchi bo'lsak, A ni olib turib, keyin S ni olishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri S ni o'zini olishimiz mumkin emas, chunki uning tepasida A turgan bo'ladi, yoki bo'lmasa B ni olishimiz uchun mana bu ikkitasini
stackdan olib turib, keyin bni olib murojaat qilishimiz mumkin. Shuning hisobiga bu xuddiki bitta o'sha chuqurga o'xshaydi. Chuqurga toshlar tashlangan, eng tagidagi misol tosh bo'ladigan bo'lsa, uni olish uchun tepadagilarni u quduqdan yoki chuqurdan olishimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi uslubimizni stack orqali ishlaymiz. Stack data strukturasi orqali. Bu ham oldingi metodimiz bilan deyarli bir xil, faqatgina stackni ishlatishimizda birozgina farq qiladi. Bunisidan farqli o'laroq biz ichmich for loopni o'rniga biz while'dan foydalanamiz. Mana bu yerda kod formatini yozib ketdim. Vizual tomondan ko'rib turib, kod formatini ham qayerda qaysi ish bajarilayotganini birma-bir ko'rib tushunishimiz yana ham osonroq bo'lishi uchun. Demak, birinchi bo'lib biz ans nomli array ochib oldik. Bu yerda mana ans nomli array ochib olganmiz. Uni 0 bilan to'ldirib chiqdik. 0 yozib turib, ko'paytirib, tempni uzunligi bo'ylab ko'paytirib yuboramiz. Shunda bizga 0 bilan to'ldirilgan arrayni bizga beradi. Bo'sh bitta stack ochib oldik. Bu o'sha oddiy array ochib olamiz va stackni ishlatib ketishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, qanday ishlanadi? Bitta pointerimizni birinchisiga qo'yib olamiz. Unga murojaat qilishni boshlaymiz. Ya'ni bu yerda i1 bo'lyapti, value 73 ga to'g'ri kelyapti. Tekshiramiz. Agarda stack bo'sh bo'lsa, while'ni ichiga kirmaymiz va shunchaki stackga append qilib ketamiz. Bu yerda bo'shligini hisobiga biz 1 bilan 73 ni qo'shib qo'yishimiz mumkin stackga. Ya'ni bu shu minus birinchisi eng oxirida turgani bo'lyapti. Ya'ni birinchi qo'shilgani hisoblanyapti. Keyingiga o'tamiz. Keyingi o'tganimizda tekshiramiz. Stackdagi o'sha eng oxirgi turgan value dan kichik bo'ladigan, ya'ni katta bo'ladigan bo'lsa, hozirgi turgan i dan, ya'ni hozir demak i 2 ga teng. Stackning minus birinchisini, nollinchisini ayirib yuboramiz. Bu yerda 1 bo'lyapti va bu bizga 1 ni beradi. Mana buni o'rniga biz 1 ni yozib qo'yishimiz mumkin. Chunki ularning orasidagi farq 1 ga to'g'ri keladi. Ya'ni 1 kun farq bor. Bu yerda ansni stack minus birinchisini nollinchisi, ya'ni mana bu o'sha indeksni olyapmiz. Mana bunga tenglab qo'yapmiz. Mana buni i minus stack minus 1 ni nollinchisini, ya'ni i dan ayrilgan mana buni ayirib turib o'sha qo'shib qo'yapmiz. O'sha 0 ni o'rniga 1 ni qo'yapmiz va eng oxirida stackga i bilan v ni append qilib qo'yamiz. Ya'ni 2 bilan 74 ni. Ya'ni bu yerda qo'shib olganimizdan keyin stackni bitta pop qilib olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi elementga o'tamiz. Keyingi element stackni minus birinchisini birinchisidan kichik. Mana bu shartga tushmaydi. Append qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 3 bilan 71 ni. Keyingi elementga o'tganimizda minus birinchisini tekshiramiz. Bir katta bo'lyapti. Ya'ni shuning hisobiga biz to'rdan mana buni ayirib yuboramiz. Ya'ni stackning minus birinchisini, nollinchisini ayirib yuborganimizda bizga bu 1 ni beradi va ansni mana bu yeriga biz 1 ni yozib qo'yishimiz mumkin. 71 uchun undan keyingi issiq keladigan kun topildi. Shuning uchun uni o'chirib yuboramiz va keyingi elementga o'tamiz. Keyingi elementga o'tganimizda bu anchagina katta, ya'ni issiq kun ekan. Undan oldin 4 bilan 72 ni qo'shish esdan chiqibdi. Eng oxirgi kunga kelganimizda stackni minus birinchisini tekshiramiz. Issiq ekan. Shuning hisobiga mana buni o'chirib tashlaymiz va hozirgi turgan i dan, ya'ni 5 dan mana buni ayirganimizda bizga 1 ni beradi va buni bu yerga yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va stackni yana bitta tekshiramiz. Stackni tekshirganimizda bizda bitta element bor. Bu 74 va uning indeksi 2 ga to'g'ri keladi. Hozirgi i'nchisimiz 5 bo'lsa, undan 2 ni ayirib yuboramiz. Bizga 3 ni beradi va mana bu yerda 0 ni o'chirib turib 3 ni yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu masalamizning tezligi big O da n ga to'g'ri keladi. Space bo'lsa o'sha n ligicha qoladi. Birinchi uslubimizda tezlik o n square ga teng edi. Space esa n ga, space xuddi
shundoqligicha qoldi. Endi esa anchagina yutuqqa erishdik. Chunki biz ichma-ich for loop orqali bitta elementni tekshirish uchun barcha elementlar bilan solishtirib chiqayotgan edik. Endi bo'lsa buni while orqali anchagina tezroq bajarishga muvaffaq bo'ldik. Bunda o'sha bizga stack data strukturasi yordam berdi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.